Hurmatli aziz va qadrli ko'ruvchilar, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Umid qilamiz sog', salomat va baxtiyor yashab yurgan bo'lsangiz. Azizlar, mana yanadam Sho'rtepa ulusvoyligi Qariyai Cho'bosh qariyasigamiz. Albatta, oldingi musohibamiz Mullo Rahmatullo og'a bilan edi va bugungi musohibamiz ham bularni ham muborak ismlari Rahmatullo. Albatta, haj marosimiga ham necha payt oldin ketgan edilar, haj marosimini ado qilib keldilar. Bularni ismi shariflari ham Hoji Rahmatulloh. Azizlar, sizlarni intizor qo'ymay hoji sohib bilan suhbatdosh bo'lamiz. Hoji sohib buzrukvor, ko'pdan ko'p rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni chaqirdingiz, da'vat qildingiz. Alloh taborak va taolo sizdan rozi bo'lsin. Bo'lgan muxlislarimizga payomingiz bo'lsa, kalomingiz bo'lsa va hamda o'zingizni tanishtirsangiz, muxlislarimiz siz bilan ko'proq tanishsalar. İsmimiz tezkirede o rahmetli rahmetullah dedik böyle şolda neş bile. Sonradan da Arabistan'a gidip geldik bir 6-7 yıl bir arz edelim. O arzama okulman aldı onun kurlar geldiler böyle kaldı. Sonra ütünün öngül çıktıydılar öngül çıktıydı o da yaşın 64'ünü koyuyor küçükler dedi. Ütünün olsan yakın onda 60 yaşa oturan var mı siyasetmen var falan uçak kitap koysan bulaydı. Aliyle hemen bir ruhunu yok dedi. 64'ünü koyuyor kelmeli battı. O zaman ütünün bu da çıkıyor 84 nefer şurada falan harca çıktı. Sonra ertiyle bile bir yolumuz var gelsek o da bulmasan ya verdik hep dediler bir yer yaktı diyende. Sonradan bile ne meriydi utrasım oğlu da verdi müğlü okuydu atlamız baraken dedi. Bundan için çayımızdan mı kâtede koyduk da mescide yaptık kari Ramazan'ın yanına o müğlü sahibi mamladılar yanına. Meytim bilen atlamız ben müğlü sahibi. Müğlü sahibi da atlamız telefona çıkıyordu gördü sonra çıktı ulan baraken dedi. Kisede o da başımız yok şöyle. Sonra müğlü sahibi da etti. Reşora oldum dedi de benden yok, haydar oldum yok, mirakçılık ettim yok. Onda kıyıram bile durma dedi. Bir saniye durma dedi. Onda ben ettim pul kiti de başımı bulmadılar, altımın da alarım tavil etmeli, ruhu pul yok, malım var arzanına gitti. Diyse ki bulamasa kulak asmadı. Arzanada da dedi, 40 günlük gece oğluna tıkakın o hem adamı kıyıram bile durma dedi. Yolu tabi yakışa kılbana beğeniyorum şu an. Malım o mali satılmalı kaldı. Hudamız beraber getirip pulum tapıl kaldı, biriktirdik. Ulan sakın inesi bilen özümüz ikimiz. Maşallah, ko'p yaxshi. Alloh taborak va taolo haj sohib ibodatlaringizni qabul qilsin. Kelasi yillarga ham haj marosimini sizga va bizga va barcha musulmonlarga Parvardigor nasib qilsin. Ushbu boriga kelamiz hoj sohib. Saysiz hoj sohib, necha yildan buyon bu bosh qariyasiga yashaysiz yo o'zingiz aslo shu Cho'bosh qariyasidanmisiz? Shu to'g'rida ham aytsangiz. Aslı Çopaş kariyada yaşayımız hemen 72 yaşadık. Maşallah, yoshingiz 72. 72 o yılımız bu da ilan diyor 72 bo'lib turdi. Ko'p yaxshi hoj sohib, bolalik davronlaringizdan aytsangiz, o paytlar sayr sayohat qanaqa edi? O'ltirishlar, turishlar, xalqlar qanaqa edi? Yosh yigitlar qanaqa edi? Bir yerga jamjo'sh bo'laydimi? Mana dangona deb ishrak deb shu paytlar bor, o paytlar ham bor edimi, yo'q edimi? O'sha paytlardan bizga bir oz yorqinlik tashlasangiz. O vaqtlarimizda geçtik dengene var. O'sha paytlar ham to'y var, mana shuni ariq batırıp piyoda o'tib bilan o'g'illar var, ular motosikl bo'lmasa ham motorimiz gideni yo'q. Piyoda. Bizlar piyoda shu aniya chekirlik yo'rtiq sarf etdi. Şeyde piyoda mana görüş olacakmış, mana aydımsal olacakmış deb ketiyorduk şu an. O'sha vaqtlar. Shu vaqtlar. Ko'p yaxshi. Bilan o'zaklar bo'lsa ularda motor vasil bo'lmasa, bir motor tutmasa ham gideni yo'q. Ko'p yaxshi. O vaqtni maktablardan aytsangiz hoj sohib, maktab bor edimi o paytlar? Maktab vardı, biron rahmetullah diyor, rahmetullah mister diyor, sonra atas okutuyordu, bilirim 3 yıl okuduk. 3 yıl sınıfıya varınca varsa bu diyor, bildi mescitte okuduk. O paytlar bu Ja'far lisesi yo'q edi, ondan oldin edi. O bilan lisemi yo'q. Maktab okutuyorsa yani, son ekinaqiy bo'lsa, bunun 3-4 yıl okutuyor, ma'lum taxtasini yig'yapti. Taxtasini yig'ib, so'zlar notlar qaytmoqda maktab o'qiyapti. Halmuratan, mana aytamachi, hem dival shular bilan. Siz qo'shib nechalanchi sinfgacha maktab o'qigansiz? Men sinfga maktab o'qidim. Ammo aytiladi, u paytlarni ustozlari ham ko'p
kush qilar ekan, talosh qilar ekan va shu shogirdlarni o'zi ham talosh qilar ekan. Agarda sinfi C bo'lsa ham bilim yaxshi, xatni bilar ekan, o'rganar ekan. Bilim yaxshi. Ondan so'ng mana bir agar maktab o'qiydik. Maktab mo'lla o'qiydik. Mo'lla o'qiyman, Qur'on chiqdik. So'ng Qur'on Sharifga mo'lla o'qiydik. So'ng mo'lladan qoldiqna bir sabablar o'qaldik dedilar. Ko'p yaxshi. Sinflaringiz esingizga keladimi? Kimlar siz bilan sinfi edi, bir sinfga o'qiydi, sinfdoshlaringiz? Sinfdoshlar mana Halmuratan, xo'sh, mana Xatam Hoji, Charami, aslında adamlar o'qiydik-da. O'sha paytlar. Fakat üçüncü falan tamam bana mektebi mirişlerayxanaga daxil bo'lmoq dedilar. Menga kitobda Halmuratan masa Selimaj bor, bo'lsa motor bor. Mana Rahmetan Urusvali Halmuratan olib kelgan ekan. Bizlar bu 3 kun so'ng bordik. Aynan kiribdan pul motor berdim giden yo'q dedi. So'ng 3 kun so'ng borsak bular mektep pirra bo'ldi dedi. So'ng masa bizlarim bilar bo'lmaydi. Nimadan berdi? O deyxan deb yazdı, deyxanim yazdım. Yine bir zat deb yazdı, onam yazdım. Sonra mektebim pırra bolum, 5 pırra oldu. 5 pırra bolan sonra yana biri oğlan masa bir getirip urdular şöyle gözün altında 4 çar var der edip 4 yerini tutup yere girmen. Bizler atamız ayttık bizler okuyacaklar mı tayğip görümüze kal verdi. Sonra da oğlan ne için tayğıyor diye kosa tek gününe meydanda kaç gelen yok mektebe gelen yok diye vuruyor kendine otursa. Xo'p, ko'p yaxshi hoj sohib, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, aytsangizchi, bu Sho'rtepa o'lsuvoligini peshasi nimada? Bular nima bilan shug'ullanadilar? Peshasi o'sha jarib biladani. Jorib. Paxta mı ekamilar? Ha, paxta mı ekadi, paxta bo'lmaydi, paxta hosil etmaydi hech bile. Ya katta bo'lsa daraxt katta bo'lsa hosil yo'q. Arpa bug'doy ekadilar. Arpa bug'doy ekiyor, mana yo'rimja ekiyor, rishq ekiyor. Ko'p yaxshi. Sheftal medat bor. Mashallah, Sho'rtepa mardumining rizqi mo'l. Ko'ramiz, alhamdulillah, mana men shu 1 yildan keyin keldim shu bosh qaryasiga. Yigitlar nomi xudo toza saykallar minib yuribdilar. Motor, mashina yo motorlar ko'palibdi, alhamdulillah. Motorlar bir har qaryada har kunda, albatta juma kunlariga ham, boshqa kunlar motorlar ko'p ketadi, hatto juma kunlari ham shu yerdan mazor ketadi motor. Yaxshi bo'libdi Toshsoy mardimni iqtisodiy lihozdan alhamdulillah juda ham yaxshi boshqa yerlarga qaraganga va hamda mehmonnavoz xalq, juda ham mehmonnavoz. Men dasturlarimga aytganman, hozir ham aytaman. Azizlar, Sho'rtepa mardimi juda ham mehmonnavoz. Agar bir nonlari bo'lsa, shuni yakka yemaydilar va bir mehmon bilan yeydilar. Mehmon kelsa, faqat har birlari istaydilarki, siz meniki, mehmon siz, peshi meniki, ertang menikiga siz mehmon deb shu chaqirib yuradilar. Juda ham alhamdulillah mehmonnavoz, peshonalari ochiq, o'zlari ziyoli, bilimli, sevimli insonlar alhamdulillah. Hozir buzurgor ziyoratga kelamiz yenadan. Men alhamdulillah ziyoratga borib keldingiz. Alloh taborak va taolo ziyoratingizni qabul qilsin. Yenadan haj marosimiga qaytadan Parvardigor sizni ham, bizni ham va barcha musulmon xalqlarni yetishtirsin. Shu ziyoratga borganingizda, Baytullohga borganingizda nima ihsos qildingiz? Do'stlarimiz aytadilarki, u yerga borgandan keyin u hech narsa bizni esimizda yo yodimizda tushmaydi. Faqat shu duo yig'laymiz, duo qilamiz, bas xolos deydilar. O'sha lahzadan aytib bersangiz. Duo yig'lamoqdan boshqa ish yo'q. Besh vaqt namoz qilgan Ka'bada borib o'qib, mana Medinada Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallam masjidida namoz o'qib o'tirdi, 40 namoz shunda o'qiydik. Ondan so'ng taqrim bu haramma alkitda. Haram Ka'ba. 40 namoz ba'da da ondan harakat. Ondan harakat mesela şuna adam mesela bir 70'lik nefer vardır. Sen bu şul helemi, gizmi ya da adam mı ilk yazma düşünüyor. Ya Sho'rtepa oğlun uşağın aktık, çoğuluğun, mülkün, caydadın gözüne ileniyor. O yere varsan. Shunchalik xalqlar boshqa o'lkalarning xalqlari bilan ham o'ltirishdingizmi? O'zbekiston, Turkmaniston, Turkiya bu yerlarni ojlari bilan ham. Turkiyalar bilan o'tirib ular bilan ham demak suhbatdosh bo'ldingiz ular bilan. Turkiya bilan Turkiyada gaplashib o'tirdik. Turkiya adamlar ham masalanlarimda 3000 dollar bilan qaytıyordu ya. Oğlum Afganistan'dan bir 20 nefer vardır diye bilen şimdi işliyorum diyor. Afganistan'dan nefer köpadıydı. Allah tabarak ve taala
sizga baxt saodat nasib qilsin, uzoq umr nasib qilsin. Mana necha daqiqa siz bilan suhbatdosh bo'ldik. Alloh taborak va taolo kelasi yillarga ham haj marosimiga yetishtirsin. Qaytadan aytamizki, malaikalar duo qilsa, biz duo qilsak, malaikalar amin desa, inshaalloh Parvardigor barchamizni yetishtirsa. Xudoy so'y buzrukvor, ko'p xush bo'ldik. Bu ki bizni albatta o'z mehmonxonangizga chaqirdingiz, mehmon qildingiz, bizdan yaxshi faziloyi qildingiz. Xayr ko'ring, salomat bo'ling. Adoqda biron so'zingiz bo'lsa muxlislarimizga, do'stlarimizga, siz bizni ko'ruvchi do'stlarga, bizning kameramiz sizni xizmatingizga. Do'stlarga salom ayting, mana shundan yandan do'stlarga olib bering, barakalla havo urmaylisin. Inshaalloh. Ko'p yaxshi. Xo'p, sog' bo'ling o'sha. Ko'pdan ko'p rahmat, minnatdorman. Sog' bo'ling. Xo'p, hurmatli aziz muxlislar, bugungi albatta dasturimiz ham Hoji Sohib rahmatulloh bilan ediki, siz azizlar bilan sharik qildilar so'zlarini, Makkatul Mukarrama va Madinatul Munawwaraga borganlarini, o'sha tepani peshinalaridan aytdilar, albatta yoshlarni aytdilar. Bir juda ham bir menimcha qiziqarli dastur edi. Umid qilamiz siz azizlar ham ushbu dasturni tinglab tomosha qilib lazzat olsangizlar. Azizlar, har biringizni yaratgan Robbimizga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.